Bugungi darsimizda baklashkadan savatli guldasta yasaymiz. Xolisanglar bog'chalarga dekorativniy qilib, maktablarda mehnat darslari uchun ishlatsanglar ham bo'ladi. O'zimizga kerakli bo'lgan baklashkani olib turib, tepa qismini kesib olamiz. Yaltiroq qog'ozlarimizni xolisanglar yopishadiganini, xolisanglar superkleyda yopishtirsanglar ham bo'ladi. Endi superkley bor bo'lgani uchun o'zim superkleyda yopishtirib chiqdim. Bu yog'iga lentalarimizni kesib olganimizni bir chekkadan yopishtirib chiqamiz. Iloji boricha tekis qilib kesib, o'zi yopishadigan nakleykali yaltiroq qog'ozlardan foydalansanglar ham bo'ladi. Guldastamizni, savatchamizni tagi chiroyli ko'rinish uchun tagiga gul qilib kesib olamiz. Tepasiga savatimiz ushlab turilishi uchun lentasidan foydalanamiz. Bu tepasiga iloji boricha nakleykasizdan foydalanganinglar yaxshi. Chekkalarini bezatish uchun mayda gulchalardan foydalandim. Sizlar ham qilib yasab ko'ringlar. Juda ham chiroyli chiqadi. Sovg'alarga, maktabdagi bayram o'pi narsalarga ham ishlatsanglar bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat.